Yer sayyorasidan ketib, indamaslar sayyorasiga kelib qoldim. Eng qiziq joyini, ular ham bizning tilda gapirar ekan. Bu yerda hamma shunchaki plastmassa idishlarni uloqtiradi. Go'yo bu odat butunlay normaldek. Assalomu alaykum. Bu yerda plastiklarni shunchaki uloqtirib yuborishadimi? Ha, bu yerning eng qulay an'anasi. Odamlar idish yuvishni xavfli deb hisoblaydi. Bu plastiklar keyin qayoqqa ketadi? Dengizning bir joyida yig'ilmoqda deyishdi. 400 yil mustahkam turadi. Zo'r-ku. Ammo suv ifloslanadi. Bu juda katta muammo. Akam iflos havo uchun dori chiqaradi. U ham millioner bo'ladi. Ammo boshqalar azoblanadi-ku. Biz ularni keyin yordam puli bilan sevintirib qo'yamiz. 3% xayriya puli yetadi. Bolalar, niqoblaringizni yechmanglar. Havoda tutun yana kuchaydi. Ona, Nafas ola olmayapman. Gaz juda kuchayib ketdi. Men qo'rqib qoldim. Ularning ko'z oldimda yiqalayotganini ko'rib hech nima qila olmadim. Tabiatga faqat biz hokimmiz degan qonun kuchga kiradi. Plastik orolni yoqib yuboramiz. Ertani o'ylamaganlar mamlakati bugun o'z kulfatini yaratdi. Men esa boshqa yurtga yo'l oldim.